Sovuq tushgandan keyin o'shanday kasal. İçkenden boshlab o'zi qanchada effektini sezdingiz o'zingiz? O'zida. Mumkin sizga. Hayır, allergiya o'xshab chiqishardi. Shunda rezko to'xtab, qiyilib o'sha tuzalish qiyin bo'lardi. O'shalar shunda yo'q bo'lib ketdi. Yaxshi, oyoq qo'llarim uyushi 80% kamaydi. Ondan balandroq. Ondan Yaxshi yurganim ondan baland. Zeytalar ancha kamaytirdi. Bu ziyonli yo'q deb hammasi tabiiy dedilar. Ichib ko'ring dedilar. Ichuvdi, yaxshi bo'ldi. Shuni ichayotgan ekanlar. Ular ham effektini zo'r deb maqtadi. Foydasini ko'rsangiz keyin ko'payadi. Mahsulotdan rozisiz. Shuni bo'ylab topganimda yechim chiqarganimda avvalambor Alloh fazli bilan bo'ldi bersa. Rahmat. Ko'pchilikda kommentariyalar zo'r eshitaman. Живой eshitaman. Живойga layklar bosishyapti. Mana layk bosing. Avvalambor Alloh fazli o'zim. Hozircha choyni mahsulotimiz olganingizga qancha bo'ldi? 3 oy bo'ldi. O'zi saxarli diabet bo'lganingizga qancha vaqt bo'ldi? 3 yil bo'ldi. Qon davomsizda yo bo'lmasa nima orttirmami? Yo'q, orttirilgan. Sovuq tushgandan keyin o'shanday kasal. Stress bo'lgan. Stress. Birinchi saxar bo'lganingizni qayerdan bilgansiz? Birinchi saxar bo'lganda faqat uxlab, suv ichib qatladim, o'shaga qatladim. Keyin mazam bo'lmadi, xo'jayinim bunaqa yotavermagan. Poliklinikaga chiqib ketganlardi. O'shanda shunaqa bo'lib detsam 19 chiqdi. Doktordan so'radilar, saharga topshirib ko'rdilar. Ertasiga ertalab chiqib topshirsam o'shanda 19 chiqdi. Sahar asoratlari qanaqa o'tdi sizda? Masalan, oyoq og'riqlari bo'ladi kimdadir, ko'p peshobga chiqdi. Ko'p suv ichdim, peshobga chiqdi. Oyog'im mana shu 1-2 yildan og'riydigan. Men o'z uyda ko'p lecheniyalar olardim. O'zim sama lecheniya qilardim. Kapinsalar quydirib turardim. Keyin o'sha oxiri bora dorisini ichib kakam, bir oylik dorini 3 oyda zo'rg'a tugatganman. Ishqilib qumpilar qaramadim. Oxirgi marta mazam bo'lmaganda chiqsam, anaqa bansiga yozib bergan, o'shanda insulinga o'tkazdi. Mana 6 oycha bo'ldi insulinga o'tkazdi. Insulin ham olasiz, shuni bo'yicha. Hali ham kamaytiryapsiz sekin-sekin. Dorilar ichyapsizmi? Ichyapman. Endi sizlardan telefon qilishdi, sog'lig'ingizga qarab sekin kamaytiring deyishdi. Ancha kamaytirdim. Ancha kamaytirdingiz hozirga. Rezko to'xtatib qo'yuvdim, bo'lmadi. Keyin doktorga telefon xabar olib turdilar. Keyin yo'q, sekinlik bilan bir xilda bittada bo'ladi, bittada sekinroq bo'ladi. Siz sekinroq harakat qiling dedi, bir xilda sekinroq o'tadi. Lekin ancha yaxshiman. Ancha yaxshisiz. Zo'r natijalar ko'z tegmasin. O'zi choy ichgandan boshlab o'zi qanchada effektini sezdingiz o'zingiz? Menmi? O'zida 10 kun ichida. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Suv ichishim kamaydi. Hojatga qatnashim kamaydi. Kechki payt endi nafs buzilsa-da, endi shunda ham zeyta qilishga harakat qilaman. Nonli, unli mahsulot yeb qo'ysam, ham allergiya o'xshab qitishardi. Shular rezko to'xtadi. Keyin oyog'im oralari to'g'rat qilganda eramzada ichga sal bichilib, qiyilib, o'sha tuzalish qiyin bo'lardi. O'shalar shunda yo'q bo'lib ketdi. O'sha sraz effektsiz. Yaxshiman. Oyoq qo'llarim uyushi 80% kamaydi. Kamaydi. Lekin effektini sezaman. Sezasiz. Oxirgi marta qachon o'lchaysiz saxaringiz? Bansiga o'tgan. Qachon shu choy ichidami? Yo'q, ancha bo'ldi. 20 kuncha bo'ldi chiqqanimga. Order orqali yotdim. O'shanda 8,5 bilan chiqdim. 8,5 bilan chiqdingiz. Ondan baland yurardim. Ondan baland. Yaxshi yurganim ondan baland yurardim. Ko'z tegmasin, zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Zeytalarni ancha kamaytirdim. Nonlarga qo'lim uzata olmayman. Bir mahal, 2 mahal bo'lsa nonni to'xtatib qo'ydim polni. Chunki men nonni yesam, o'shanda mazam qochayotgan sezdim-da. Unli mahsulot. Har holda 1-2 marta nonga qo'l uzataman. Hozir lekin shirinlik yemayman. Shirinlik yemaysiz. Yo'q, xo'l yeyman, lekin shirin choy, kofe, pechoniylardan o'zim olib qochaman. Endi opajon qarang, bizda ijtimoiy tarmoq agar kuzatgan bo'lsangiz, odamlarda shunaqa fikr borki, misol insonlar biz ko'p mijozlarimiz uylariga o'zifga boramiz, bular pul taklif qilib yoki shunga o'xshab anaqa qilishadi degan fikr bor. Bu haqiqat. O'shalarga nima deyapsiz? Chekkalanib yurgan. Mazam bo'lmagandan xo'jayinim o'zlari tavsiya qildilar, ichib ko'r dedilar. Lekin endokrinologga borsam ichmayman, bular isbotlanmagan dedilar.
keyin sizlarni doktorlar aytdilar, keyin mayli 1 oy ichib ko'ring, 2 oy ichib ko'ring. Bu ziyonli yo'q, bu yerda hammasi tabiiy dedilar. Ichib ko'ring dedilar. Keyin ichuvdim, yaxshi bo'ldi. Keyin sразу 6 pochka oldim. Zo'r. Lekin alhamdulillah yaxshiman. Men даже meni o'rtog'i ham shu narsani icharkanlar. Va o'rtog'imdan ma'lumot so'rab qo'yaman. Ular ham diyetani polniy to'xtatdilar. Qattiq diyeta deyaptilar. Shuni ichayotgan ekanlar. Ular ham effektini zo'r deb maqtadilar. Keyin ammozani ham qaynagachilar ekanlar. Uni polniy, ya'ni 5 mahalmi insulin bor, kuchli. Ular ham insulindan chiqib ketibdi. Zo'r. Men surishtirdim endi. Qo'rqasizda, lekin odam jon shirin-ku. Shunaqa. Surishtirsam, yo'q, odamlar ko'p manaqa yaxshi, zo'r deyishyapti. Mahsulotdan rozisiz. Alhamdulillah. Sizga rahmat. Rahmat. Shuni o'ylab topganingizga, yechim chiqarganingizga, endi avvalambor Alloh fazli bilan bo'ldi bu narsa. Lekin rahmat. Ko'pchilikdan kommentariyalarni zo'rini eshitaman, живойga eshitaman. Живойga layklab bosishyapti. Men ham layk bosaman. Avvalambor Alloh fazli, lekin zo'r. Avvalambor Alloh bizni sababchi bo'lib qo'yganidan xursandmiz. Keyin tengdoshlaringizga nima tavsiya qila olasiz? Shu Toshkent shahrida yashovchi va ikkilanayotgan insonlarga mahsulotni olishga. Ichib ko'ringlar. Ichib ko'rsin. Foydasini ko'rsanglar, keyin ko'paytirasizlar. Zo'r. 1-2 oy ichinglar. O'sha 1-2 oyda, 1 oyda bo'larkan, 2 oyda moshni effektini ko'rasiz. O'shandan keyin o'zingizlar, lekin ichib ko'ringlar, tavsiya qilaman. Zo'r. 1-2 oy ichib ko'rsanglar, rezultatini ko'rsanglar, effektini keyin u yog'iga ko'paytira olasizlar. Men ham 1-2 oy ichib o'shanda effektini bildim. No, natijasini sezdingiz o'zingizda. Bemalol tavsiya qila olasiz. Sezdim. Zo'r. Bo'lmasa Hammaga har xil ta'sir qilarkan, menga zo'r ta'sir qildi. Da. To'g'risini aytaman, chin dildan zo'r. Bo'ldi endi. Sizga foyda tegayotganidan biz xursandmiz.